Assalomu alaykum o'rtoqlar. Geji va Tapuriya orasidagi jang yuzasidan o'zimni fikrlarimni bo'lishga qaror qildim. Muhim psixologik xulosalar bor. Va birinchisi, Geji bu jangda kuchli kambekni amalga oshira oldi. Orada o'sha biqindan, jag'dan kuchli zarbalarni o'tkazdi, lekin yiqilmadi. Yiqilmaganning birinchi sababi ichkaridan signal keladi-da. Odam qachon aynan sportchilar kambekni qanday qiladi? Ichkaridan signal qiladi. Bu keladi, bo'ldi, yiqilur, to'xtatur, chekinur degan fikrda qolmaydi va unga rozi bo'lmaydi. Va Geji shu joyda rozi bo'lmadi va norozilik bilan, aynan o'sha signallarga qarshi norozilik bilan davom etdi. Aynan shu narsa jang taqdirini hal qildi deb o'ylayman. Ikkinchidan, Tapuriya haddan oshiq o'ziga ishonib olgandi. Buni birinchi isboti oldindan u o'zini rekordini yozib qo'ygandi. Ya'ni hali g'alaba qozonmagan jangini g'alabasini o'zini rekordiga kirgizib qo'ygandi. Ikkinchidan, jangdan bir kun oldin sportchi tiklanishi, jangga tayyorlanishi, jang oldi rituallarini amalga oshirishi, yetarli uxlashi kerak bo'lgan vaziyatda u bayram dasturxoni yozib, hali qozonmagan g'alabasini oldindan nishonladi va bu ham bevosita sportchini o'sha o'ziga haddan ortiq ishonganini isboti va bu sportda yaxshi oqibatlarga hech qachon olib kelmagan. Keyingisi, Geji bu jangda hamma narsaga tayyor edi, Tapuriya hech nimaga tayyor emas edi. Bu nima degani? Geji, ya'ni kuchli zarbalar o'tkazib yorishga, orada yiqilishga va hamma narsaga tayyor edi va bunga tayyorlangandi. Tapuriya esa faqat o'zi xohlagan narsalarga tayyor edi. Buni oqibatida o'zi xohlamagan narsalar yuz berdi, o'zi xohlamagan narsalarga tayyor bo'lmaganligi uchun u tez yiqildi, oxirigacha bora olmadi yoki kuchli zarbalarni, yuzidan kuchli zarbalarni o'tkazib yuborishga u tayyor emas edi. Bunga qarshi strategiyalar belgilamagandi va bu taktik xatolikdan boshqa narsa emas. Va shundan kelib chiqqan holatda bu biz uchun shunchaki dars bo'lishi kerak. Hayotda ham, sportda ham, ya'ni hech qachon oldindan g'alabalaringizni nishonlamang. Hech qachon raqibingizni haddan oshiq past, o'zingizni esa haddan oshiq yuqori baholamang. Bu jiddiy bir og'ir vaziyatlarga olib keladi. Xulosa, o'zingizdan fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Hammaga omad.